Assalomu alaykum hammaga. Bizdan so'rashibdi, tishlarni olingan zahoti implantatsiya qilsa bo'ladimi deb. Shu savolga men to'liqroq javob berib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda qaysidir sabablarga ko'ra tish olinadigan bo'lsa, o'sha tish olingan sohada tishni turadigan katagini ichiga organizmdan qon oqib keladi va o'sha joyga quyilib, qonning laxtaklari paydo bo'ladi va bu laxtaklar avval tog'ayga, ya'ni suyakdan avvalgi holatga keladi va keyinchalik vaqt o'tib u suyaklanish bosqichiga o'tadida suyak paydo bo'ladi. Aynan mana shu bosqichlarda biz tish olingan sohada ma'lum bir qism suyakni yo'qotamiz. Deylik, tish olingan sohadagi suyakni agar biza 100% deb oladigan bo'lsak, uni 20% ni biza yo'qotamiz. Chunki sababi tish bitish jarayonida qon laxtaklari olingan tishning o'rnini to'liq qoplab bitmaydi. U biroz pastga cho'kish bilan borib, sekin astalik bilan bitib boradi va o'sha joy biroz yon taraflarga nisbatan kemtikroq bo'lib qoladi. Agar bizda tish olgan zahoti u joydagi yallig'lanish prosesslariga qarshi davo choralarini ko'rib, aynan o'sha sohaga implant ekib qo'yadigan bo'lsak, biz tishning to'liq hajmini saqlab qola olamiz. Ya'ni tish olingan zahoti o'sha joyga implantatsiya o'tkazish ham kam stressli, ham kam og'riqli va yaxshiroq, effektivliroq bo'ladi. Chunki u joyda biza implantatsiyani burab u joyga kiritib qo'yganimizdan keyin o'sha tishni o'rniga u yerdagi suyaklanish odatda tish olingandagi suyaklanishdan biroz boshqacharoq tarzda kechadi va implantatsiya toki suyak paydo bo'lib shu joyda suyaklanib olgungacha implantatsiya bitib bo'lgan bo'ladi. Biz ham vaqtdan yutamiz, ham kam stress olamiz va bizani qo'yilgan implantlarimiz nisbatan yaxshiroq suyaklanish bosqichida boradi. Endi qachondir tishlar olingan bo'lsa-yu, u joyga implantatsiya qilinmagan bo'lsa, suyak u joyda ingichkalashib boradi. Bunday holatlarda implantatsiya o'tkazish ba'zi hollarda, e'tibor beramiz, ba'zi hollarda qiyinroq bo'lib qoladi. Chunki u joyga qo'shimcha suyak plastikalarini o'tkazishga ehtiyoj paydo bo'lishligi mumkin. Ko'p hollarda esa tish olingan sohada suyaklar normal holatda bo'ladi. Bunday holatda ham implantatsiyani o'tkazish mumkin. Ya'ni qachonlardir tish olingan, u joy o'zi bitib bo'lgan, o'sha joyi o'ziga implantatsiyani burab kiritib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, bizada hozirgacha suhbatimiz boshidan beri ikkita holatda implantatsiya qildik. Ya'ni birinchi, tish olingan zahoti o'sha joyga implantatsiyani o'tkazib qo'ydik va qachonlardir tish olingan sohaga implantlarni o'tkazib qo'yadigan bo'ldik. Bu ikkita holatda ham implantatsiya nihoyatda effektivli bo'ladi. Obunachimiz ajoyib bitta savol beribdilar. Yosh qizcham qo'lini, barmog'ini so'radi doimiy tarzda. Hozirgi sut tishlarining shakli o'zgarib qolgan. Bu keyinchalik doimiy tishlari, sut tishlari tushib ketgandan keyin doimiy tishlari chiqayotgan vaqtda bu o'zidan o'zi to'g'rilanib ketadimi deb so'rabdilar. Ko'p holatlarda bolalarda yomon odat shakllanadi. Bu barmoqlarini so'rib yuradi yoki bo'lmasa so'rg'ichlarni so'rib yuradi. Kiyimlarini, yoqasini yoki biror bir predmetni og'ziga solib yurish jarayoni amalga oshadi. Bunday holatlarda ularni tishlari bilan birgalikda jag' strukturasi ham o'zgaradi. Ya'niki yuqoriga jag' oldingi tarafga harakatlanib, pastki jag' orqada qolib ketadi. Bunday holatlarda bolalarda doimiy tish chiqayotgan vaqtda bu tendensiya ba'zi hollarda yo'qoladi, ba'zi hollarda yo'qolmaydi. Chunki yillar davomida, uzoq muddat davomida yomon odatni saqlab qolgan bolalarda jag'ning strukturasi o'zgarishining hisobiga uni nafas olishida ham ba'zi bir muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolar yechilmasligi oqibatida ayni so'rilib ketishi kerak bo'lgan burunning ichki strukturasida joylashgan adenoid bezlari so'rilmay qolib ketadi va bolalar erkin nafas olmagandan keyin ularning jag'i to'g'ri o'smaydi. Buni natijasida bolani yuqorigi jag'ni o'sish normasi buziladi va bu keyinchalik keyingi chiqadigan tishlarini to'g'ri chiqmasligiga sabab bo'ladi va ortodont aralashuviga to'g'ri keladi. Ortodont bunday holatlarda bolalarni jag'ini to'g'ri o'sishiga yordam beruvchi ba'zi bir apparatlar yasab beradi va mimik mushaklarini yuqori jag'ni o'sishiga yordam berishini ta'minlaydigan mashqlarni bolaga buyuradi, tavsiya qiladi va bola bilan muntazam ravishda ishlaydi va bolani jag'i to'g'ri o'sishni boshlaydi. Ko'p holatlarda burun bo'shlig'ida qolib ketayotgan nafas olishga xalaqit beradigan unsurlar
yuqori jag'imizning o'sishida muammolarni paydo qiladi. Shu sababdan ham bolalarni erta ortodont ko'rigiga, erta vrach qabuliga olib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki profilaktika doim oson va arzonroq hisoblanadi. Shu sababdan ham bolalarni jag'laridagi tishlari qanaqa holatda chiqayotgani va jag'lari qanaqa o'sishda ekanligini bilish uchun albatta stomatolog ko'rigiga olib chiqinglar va kerakli maslahatlarni olinglar. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi.